Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir bizni Surxondaryo viloyatiga bo'lgan tashrifimiz davom etyapti. Mana hozir tashrifimiz davomida maxsus chaqiruvga asosan Hojiboy xonadonlariga keldik. Xo'jalikda qo'ylar boqiladi. Bu yerdagi asosiy bizga bo'ladigan murojaat bu ham ichki ham tashqi parazitlarga nisbatan bir vaqtda qo'llansa bo'ladimi, preparat bormi shunaqa qo'llaydigan degan murojaat bilan chiqishdi. Albatta bor bizda. Mana e'tibor bersak, Brantel Plus mazkur preparat Ukraina Bravo Pharma kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. O'zini maxsus himoyalangan flakonga hamda qadog'iga ega. Mazkur preparat tarkibi klozantel hamda parazikvanteldan iborat, ya'ni ham ichki parazitlarda ko'p joylarda bag'ir qurtlari deydi, shama qurtlari deydi mahalliy nomlari, lekin shu ichki parazitlar, ya'ni fatsiliozgacha bo'lgan holatlari hamda dikrotseliyozlar tashqi parazitlar, bu qo'tirida qo'zituvchi, ya'ni dermit qavatlarda parazitlik qiluvchi parazitlargacha juda ham yaxshi samarali ishlaydigan preparat bu Brantel Plus hisoblanadi. Buni qilinish dozasi qo'ylarga teri ostiga yuboriladi 10 kilo trivesga 1 millilitr hisobida. Zarurat bo'lganda, ya'ni tashqi parazitlar, ayniqsa qo'tir belgilari bo'ladigan bo'lsa, buni 5 yoki 7 sutkada yana bir marta повтор qilish tavsiya qilinadi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bu inyeksiyani qilgandan keyin bularda och to'qligiga e'tibor berilmaydi. Ya'ni ba'zi bir antiparazitar vositalar, masalan suyuq ichiriladigan dorilarga qo'ylarni kimlardir ertalab dori ichirish kerak bo'lsa, kechqurungi hashagini bermaydi-da, hamda ertalab hashagini bermasdan dorini ichishga to'g'ri keladi. Lekin bundan foydalanish bitta afzalligi karmovoy stress, ya'ni oziqa bilan stressga umuman aloqasi yo'q. Sababi qo'ylar doimiy o'sha ovqatdan to'xtatilmagan holatlarda bemalol qilinaveradi. Faqat e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu dori vositasini iloji boricha kunda birinchi yarmida hamda sovuq holatlarda flakonni issiq suvga solib ishlatish kerak. Bu inyeksiyani ukol qilgandan keyin davomiyligi 3 oy. Agar kasallik qo'zishga muhit yaxshiroq, ya'ni suvli, ko'lmak suvli joylarda qo'ylar boqiladigan bo'lsa, unda 2,5 oy atrofida. Agar quruq hududlarda, ya'ni adir hududlarda boqiladigan bo'lsa, 3 oygacha bemalol bir marta qilingan inyeksiya yetadi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshi, eng sifatlisini ilamiz. Salomat bo'ling.